Qirqalar son 5 raqami bilan boshlanadi. Agar shu 5 raqamining sonining oxiriga yozilsa, hosil bo'lgan son berilganda 747 taga kam bo'lar ekan. Hosil bo'lgan sonning raqamlar yozisini topish kerak. Qarang. 5 raqam bilan boshlanadi ekan. Ya to'rxonali son. A, B, C. To'rxonali sonmi? Xo'p, endi 5 raqamini shu sonning oxiriga yozishimiz kerak. Oxiriga. A, B, C, 5. Endi yangi hosil bo'lgan son birinchi sondan 747 taga kam ekan. Ya'ni 5A, B, C'dan ayiramiz. A, B, C, 5. Ayirmasni ichiga 747 taga teng. Endi buni ayiramiz. S'ning o'rniga necha qo'ysak, shu sondan 5 tersak 7 bo'ladi. Necha? 2. 2 ni qo'ydik. Ya'ni 2 dan 5 ni ayira olmaymiz-ku. 12 dan. Ya'ni bitta qarzdor beramizmi? 12 dan 5 ni ayirsak 7 bo'ladi. Bo'ldi, s'ning javobi 2 ekan. Endi nechidan 2 ni ayirsak 4 bo'ladi. Nechidan 2 ni ayirsak 4 dan. 6 dan. 6 dan. Ya'ni buni o'rniga necha qo'yamiz? 6. 7 qo'ymaymizmi? Bitta qarzdor beramizku. To'g'rimi? 7 bo'lar ekan. Ana. 7. Endi nechidan 7 dan ayirsak 7 bo'ladi. 14 dan. Ya'ni ana joyiga 4 qo'ysak bo'ladimi? Bitta qarzdor beramiz, shu bilan 14 bo'lib ketadi. A teng 4 ekan. Endi tekshirib ko'ramiz. Xo'p. 2. Bitta bersak 12, 12 dan 5 ayirsak 7. To'g'ri. 6 qoladi. 6 dan 2 ayirsak 4. Bu yerda 5 dan bitta qarzdor beramiz 4 ga. 14 dan 7 ayirsak 7 bo'lyaptimi? Xo'p, bizda berilgan son 5472 ekan. Buni raqamlar yozilsa 5 plus 4 plus 7 plus 2 teng necha? 18 bo'ladi. Tushunarlimi?